Germaniyaga umuman til bilmasdan viza olish, Rossiyadan ham mana asosiysi Litvadan yo'l ochildi. Akamiz mana Ravshanqul akamiz Litvadan viza olyapti aka. Til kerak bo'ldimi Ravshan aka? Yo'q, faqat qonun rus kerak bo'lyapti. Rus kerak bo'ladi. Ha. So'ragan narsasi atachatga pans, qayerdan ketyapsan? Litvadan Germaniyaga ketyapman. Pura minishga. Pura minishga aka, pura minishga nech pul olaman? Real. 2700 dan 3000 gacha pul. 2700 yevromi, dollarmi? Yevro. Hop, kirdik mana elchixonaga aka. Muomalasi qanaqa aka? Nima tilda kirib chiqdingiz mana? Nemis tili emas deb aytyapsiz. Полностью нормальный, даже идеал daraja. Ruscha gapirdi. Til kerak emas. Bilmagan joylarimni yana pasport bersak bo'ladi. Hujjatlardan kamchilik bo'lmadimi aka? Hujjatlarda kamchilik yo'q. To'lov qildik, ammo Germaniyadagi qaysi shahar ketyapsiz aka? Paderborn degan shahar. Paderborn, bu qayer desanglar, Hamburgga yaqin, Myunsterga yaqin joylar. Iborasi akamiz bilan viza olamiz. O'zi qayerlisiz aka mana? Samarqandlik akalarimiz ne to'liqqa Germaniyani, Amerikani egallaydi deb turib, suhbatimizni tugatamiz. Viza oladi akamiz, ko'raylar. Hunaringiz bo'lsa, hunaringizni kommentda belgilab keting. Yevropada bo'lsangiz telefon qiling. Germaniya Yevropada.